hamma tinch holatda o'tirib olsam, tinch holatda o'tirib o'zingizga qulay o'tirib oling. Qulay o'tirib oling. Chuqur nafas oling. Nafas olayotganda yumshoq nafas oling. Chuqur. Sekin chiqaring. Yana chuqur nafas oling. Sekin chiqaring. Yana bir marta chuqur nafas oling. Sekin chiqaring. Hozir qarshingizda o'zingizni xuddi ikkiga bo'lingansiz, o'zingizni tasavvur qiling. O'zingizni qarshingizda o'zingiz turibsiz. Qarab turibdi sizga o'zingiz. Xuddi oynadan qarab turganday. O'zingizga mehr bilan qarang. Sevgi bilan qarang. O'zingizni sochlaringizni silang. Qo'lingizni uzatib qarshingizda turgan o'zingizni sochlarini silang. Yuzlarini silang. Xuddiki siz unga bu silash orqali, qo'llaringiz bilan sochlarni silash orqali o'zingizga mehr beryapsiz. Va qarshingizda turgan o'zingizni qarshiga tiz cho'king. Qo'llaridan ushlang. Xuddi kinolarda ko'rgansiz-ku, menga turmushga chiqasanmi deb qo'lidan ushlab oladi, ikkala qo'lidan. Xuddi o'shanday o'zingizni ana shunday qo'llaringizdan ushlang. Ko'zlaringizga qarang. Endi unga ismingizni ayting. Deylik, masalan, men Gullola deb qaraymanda murojaat qilaman. Va men bilan his qilib quyidagi so'zlarni takrorlang o'zingizga qarab. Gullola. Siz esa o'zingiz ismingizni ayting. Bilasanmi? Seni ko'p yillardan beri qiynab yubordim. Har bir menga berilgan vaziyatlarda, jarayonlarda anglab-anglamay, bilib-bilmay seni shu darajada azoblab yubordim. Aslida hozirgi ko'rinishingda seni shu holatingga olib kelib qo'ydim. Hammasi uchun meni kechir. Seni sevishni, ardoqlashni, hurmat qilishni bilmadim. Boshqalarni sendan birinchi o'ringa qo'ydim. Bilasanmi? Aslida menga hech kim eslatmagan. O'zimni ham hurmat qilishim kerakligini. Menga har doim o'rgatishgan. Boshqalarni hurmat qilsang, hurmat topasan. O'zini hurmat qilish bu boshqalarni hurmat qilish. Boshqalarni olsangna xotirjam bo'lasan. Boshqalar seni maqtasak, sen yaxshi insonsan. Agar odamlar seni yomon deyaptimi, demak sen yomon insonsan. Mana shunday o'rgatishgan menga. Men
Bu bilimlarni eslaganimgacha seni qiynab yubordim. Odamlar nima desa desin, seni fikring to'g'ri. Sen birinchi o'rinda turasan. Seni qadrlayman, seni hurmat qilaman degunimgacha mana shu holatga kelding. Men o'zim bilmagandim. Kechir meni. Sening tananing har bir qismlariga odamlardan xafagarchiligimni joylab chiqdim. Unuta olmadim, kechira olmadim, nafratlandim, azoblandim, g'azablandim. Men qildim shu ishlarni. Lekin men aybdor emasman. Men bilmagandim. Men o'zimni eslolmagandim. Hozir seni qarshingda turib sendan kechirim so'rayman. Kechir meni. Seni shuncha qiynaganim uchun. Bugundan boshlab senga shularni ta'kidlayman. Sen bu hayotda kimlarningdir fikri bilan yomon bo'lib qolmaysan. Kimlarningdir gapi bilan seni hayoting o'zgarib ketmaydi. Sen bu hayotda juda muhimsan, juda kerakli insonsan. O'zing o'ylab ko'rgin, bu hayotda sen borliging uchun bu hayot bor. Sen yo'q bo'lsang, bu hayot sen uchun yo'q, sening olaming yo'q. Sening borliging sen uchun juda muhim. Sening bu dunyoda borliging juda ham muhim. Sen juda keraklisan. Bugundan boshlab men seni qo'llab-quvvatlayman. Har doim yoningda bo'laman. Aybdor qilmayman seni. Bo'lishi kerak bo'lgan, taqdirda yozilgan hammasi bo'lib o'tganiga seni aybdor qilmayman. Seni qo'llab-quvvatlayman. Seni yoningda men borman. Kechir meni. Endi mana shu qo'llaridan ushlab turgan o'ziz bilan birlashib, bir butun bo'lib keting. Butun tanangizga kuch, quvvat yig'ilganini his qiling. Xuddiki kimdir sizni qo'llab-quvvatlab turgandek ishonch yig'ilganini his qiling. Avvalgi hadiklar, qo'rqoqliklar yo'qolganini bir zumda endi sizda misli ko'rilmagan kuch paydo bo'lganini his qiling. Bu ishonch kuchi. Avval sizda mana shu kuch yo'q edi. Bugun sizga mana shu kuch qaytarib berildi. O'zingizning kuchingiz o'zingizga berildi. Endi esa hozir o'zingizni barmoqlaringizdan o'ping. Har birini yaxshi ko'rib, sevib o'ping. Ikkala qo'lingizni barmoqlaridan ham o'ping. Bilaklaringizdan o'ping. Shu darajada yaxshi ko'rib o'pingki, sevib o'ping. Kaflaringizdan o'ping. Kaflaringizni o'pgan qo'llaringizni yuzlaringizga surting.
mehr bilan, sevgi bilan assalomu o'zimni deng. Va har tongda oldingizga hozir shu amaliyotda chuqur nafas olib nafas chiqaringda. Hozir men bilan qaytaradigan so'zlaringiz bor, shuni qaytarasiz. Shu joyni post holida yozib olingda, keyin darsda amaliyotdan keyin post holida yozib olingda. Erta tongda oldingizga bir stakan suv qo'yib olib, ovoz chiqarib, hozir men bilan aytadigan qismingizni, o'zingizga qaratib aytayotgan qismingizni aytib, keyin shu suvni ichib yuborasiz. Boshladik unda. Men bilan qaytaring. Mening ikkinchi ismim Omad. Chunki omad men bilan doim birga yuradi. Chunki omad bu mening ikkinchi ismim. Menga bugun borliq qalbimni quvontiradigan 5 ta yangi xabar aytadi. Kun davomida 3 ta yaxshi xabarli telefon qo'ng'irog'i bo'ladi. Eshitib xursand bo'lib ketaman. Bugun menga borliqdan keladi shu. Bugun menga borliqdan 7 ta imkoniyat beriladi. Qaysiki pul yo'llarimni ochilishiga yordam beruvchi. 3 ta foydali shartnoma tuzaman. Menga daromad keltiradigan. Atrofimdagi barcha insonlar menga xushmuomalalik bilan gapirishadi va meni atrofim samimiylikdan iborat. Barcha insonlar meni rivojim uchun xizmat qiladi. Meni har bir suhbatim, gapirayotgan gaplarim kun davomida menga baxt, omad, pullar keltirishga xizmat qiladi. Yursam ham, tursam ham, ish qilsam ham, qilmasam ham, uxlasam ham, dam olsam ham, shunchaki hayotimga baxt, omad, pullar kirib kela boshlaydi. Bemalollikda baxt, farovonlik, pullarni sarflashim uchun bemalollikda baxt, omad, farovonlik, pullarni kutib olaman. Pullarni sarflashim uchun cho'ntagimda yetarli pullar doim kelib turadi, kelib tushib turadi. Qayerga borishim kerak bo'lsa boraman. Hal etishim kerak bo'lgan barcha ishlarimni hal bo'ladi. Menga kim gapirsa ham meni quvontiradigan gap gapiradi. Har daqiqam menga omadli. Har daqiqam menga omadli jarayonlarni yaratadi. Kunim mazmunli, maroqli, takrorlanmas, ajoyib kun bo'ladi. Ha, shunday bo'lsin. 27 ga 108 marta. Xuddi mana shuni har kuni takrorlaysiz, mana shu qismini. Mana shu joyni. Bir stakan suv oldida yana qaytaraman. Shu gaplarni aytib, ichib olasiz.
kutmaysiz natija, lekin qilasiz. Agar ushbu meditatsiyani, hozirgi amaliyotni bajarib turib keyin shuni qilsangiz, vaqtingizga qarab, vaqtingiz bo'lsa shuni qilsangiz, bu yana ham foydali bo'ladi. Endi o'zingizdagi ishonch kuchi bilan, o'zingizdagi baxt, omad, farovonlik, pullar kuchi bilan, energiyasi bilan yengil nafas oling, nafas chiqaring. Yana nafas oling, nafas chiqaring. Holatingiz qanaqaligini yozib oling. Yaxshi bo'lsa plyus, yaxshi yomonni yozmang. Yaxshi bo'lsa plyus, qoniqarli bo'lsa minus qo'ying, bo'ladi.